Azizlar, xabaringlar bor. Nigora opaga biz sergilisi loyihasidan xonadon hadya qildik va ushbu xonadonlarimiz qurib bitirilgunga qadar yashab turishlari uchun sharoitlarini o'sha hozirgi paytda vaqtincha yashab turgan joylarida to'g'rilab berishga qaror qildik, ya'ni biroz ta'mirlab berish uchun. Ko'pchilik fikr bildirishibdi, ya'ni eng yaxshisi boshqa biror joyda ijarada turib tursin degan bir fikrlarni ham bildirishibdi. Biz 3 kun mobaynida o'sha yerda bo'lib, o'sha Nigora opa vaqtincha yashab turgan xonadon egalari bilan suhbat qildik. Juda ham yaxshi insonlar. O'sha Nigora opa muhtoj paytlarida, ko'chada qolgan paytlarida oddiygina kulbachada bo'lsa ham joy berib, ota o'rnida, ona o'rnida ona bo'lib, ota bo'lib, bosh-qosh bo'lib qarab turishganliklari uchun, yordam berishganliklari uchun biz birdaniga ikkita oilaga yordam berishga qaror qildik. Ya'ni o'sha Nigora opaga boshpana bergan oila ham yordamga muhtoj oila bo'lganliklari uchun ham aynan ularni xonadonlarini ham shu bahonada ta'mirlab bermoqchimiz va o'sha xonadon egasi opamiz bilan ham ancha suhbatlashdim. Keyingi videolarda qo'yaman, ularni ko'rasizlar. Juda ham ochiq ko'ngil, samimiy, yaxshi inson ekanlar. Yaqinda o'g'illarini uylantirmoqchi bo'lib yurgan ekanlar. Ayni o'sha uyni ta'mirlab bersak, xudo xohlasa Nigora opa biz hadya qilgan uyga ko'chib chiqqan paytlarida bemalol o'sha uyni sotib yoki ijaraga berib, daromad qilib yoki o'sha farzandlarini o'sha yerga ko'chib o'tishlariga katta bir imkoniyat bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bir o'q bilan ikkita quyonni uramiz. Ham Nigora opam boshpanali bo'ladilar, yashab turgan uylari ta'mirlanadi. Ikkita oilaga biz xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.